Assalomu alaykum hammaga. Hozir 2 oydan buyon ishlab yurgan klientimizni Amon aka Olimov bilan ko'rishdik. Hozir o'zlarining samimiy fikrlarini eshitamiz. Hozir mana 2 oycha ishladik. Boshida seminar qildik, boshqa qildik. Oxirida lead magnetlar qildik. Qanaqa ish berdi mana shu qilgan lead magnetlarimizni? Aynan hozir lead magnet to'g'risida gaplashaylik. Oxirgi haftada aniqrog'i lead magnetdan klient kelib, qilganimiz juda menga yoqdi-da. Target qo'yganimizda kichkina bizga to'g'ri kelmaydigan mijozli edi. Lekin bizani aytaylik qo'yadigan mahsulotimizni ko'tariladigan mijozlarga to'g'rilab beringlar deganimizdan keyin perenastroyka qildingiz-ku targetni, lead magnetni. O'shandan keyin shu haftani o'zida lead magnetdan odam yozdi. 2 kun gaplashdik va 3-kun joyiga borib, uni ham ko'rib chiqib, hozir уже ish boshladik. Lead magnetni o'zi ham zo'r effekt berar ekan, to'g'ri target tanlaganlaringiz uchun zo'r ishladi. Xo'p, endi savol bu qanaqa klient? Misol uchun o'ylashi mumkin, $200, $300, $2000, $3000 chekli klient deb o'ylashlari mumkin. Sizlar segmentda qanaqa? Shu haqida ham ozgina aytib o'tsangiz. Bizada 15-20 mingdan kamida boshlanadi ishlari. Chunki kattaroq tadbirkorliklarga to'g'ri keladi bizning mahsulotimiz. Bu klientimiz ham shunaqa edi. Tog'kon sanoatidan biznesni raqamlashtirish edi. Shu yo'nalishda va boshqa hududga chiqib borib ko'rib keldik. Shu yo'nalishdagi ishni oldik. Bizani kuzatishda davom etsanglar, mana shunaqa rezultatlarni joylab boramiz.